Diqqat aholiga xushxabar. 1-iyundan boshlab ayrim jarimalar bekor qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, prezident topshirig'iga asosan aholining taklif va istaklarini inobatga olgan holda avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosib qoidabuzarlik sodir etish holatlarini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnika vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i, stop lane, 533 yo'l belgisi bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki video kamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiy